Şems Neved Osmani Biz musulmonmi degan kitobida bundoq degan. Acaba har qanday bir musulmon diyoriga kufrlar tajovuz qilsa, shu yerlik musulmonlarga nisbatan jihad qilish farz ayniga, ya'ni o'rinlamasa yoki hech bo'lmaganda cho'qim o'rinlashni niyatiga kutmasa, munofiq biti o'ladigan majburiyatga aylanib qolganligini, navodi yerlik musulmonlar kuffarlarga teng kelolmasa, qo'shni musulmonlarga farz bo'lganligini, hatto toki kuffarlar mag'lub bo'lib kelgan yerga chekinmaguncha jihad qilishning farzligi qo'shni doiralarni bo'ylab ana shundoq kengaygan sari butun dunyo musulmonlarining yelkasiga yuklanganligini bilib turibmi, yanada musulmon qarindoshlarni qutqizish uchun maydonga chiqolmay yurgan yoki hech bo'lmaganda vujudimiz alamdan titrab shu azob chekayotgan qarindoshlarimizning nusrati uchun maxsus 2 rakat namoz o'qish orqali Allohga yinib yig'lab duo qilishmi qo'limizdan kelmayotgan, shundoqdimi o'zini musulmon atavelishdek soxta fikr amallari orqali islomning sha'niga yerginishlik dog' tekkizayotgan biz essiz abgalar rostilla musulmonmi? Haqni himoya qilishda bizni yaxshiroq fidokorlik ko'rsatgan Abu Talibni kofir deydiganmiz. Undaqda o'zimizni zodi nima deymiz?